O'zbekistonliklarga muhim xushxabar. UzAuto Motors 28-aprel kuni Cobalt'ga shartnoma ochilishini e'lon qildi. Azizlar, ushbu xabar boshqa do'stlaringizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. UzAuto Motors kompaniyasi Chevrolet Cobalt avtomobillari uchun onlayn kontraktatsiya boshlanishini e'lon qildi. Bu haqda kompaniya axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Cobalt'ga bo'lgan yuqori talab hamda mijozlardan kelib tushayotgan ko'plab murojaatlar inobatga olinib, kontraktatsiya jarayoni barcha komplektatsiyalari uchun ochiladi. 2026-yil 28-aprel kuni soat 10:00 dan boshlab barcha mijozlar uchun onlayn shartnomalar ochiladi. Avtomobil xarid qilish uchun shartnomani uzaavtosavdo.uz sayti orqali rasmiylashtirish yoki yaqin hududdagi Chevrolet rasmiy dilerlik markaziga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, Telegram bot va UzAvtosavdo mobil ilovasi iOS, Android orqali navbatni kuzatish hamda mavjud avtomobillar haqida tezkor ma'lumot olish imkoniyati yaratilgan. Kompaniya tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'lov 7 kalendar kuni ichida amalga oshirilishi lozimligini eslatadi. Bundan tashqari shartnomalarda maxsus QR kod bo'lishi shartligi qayd etildi. Ushbu kod hujjatning haqiqiyligini tasdiqlaydi. QR kodsiz shartnomalar UzAuto Motors va rasmiy dilerlarda aloqador emasligi bildirildi. Savollar yuzasidan mijozlar 78 kodi bilan 141 77 77 raqami kal markaziga murojaat qilishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar kompaniyaning rasmiy sayti orqali taqdim etiladi.